Assalomu alaykum. Mana bugun Jahon bozoridamiz. Nosirjon akamizga gullarga kelganmiz. Yoniga Qora Shahzoda galopkalari bo'ladi. Nech puldan beryapsiz Nosirjon aka bo'ladi? 10 ming karobkaga. Karobka 20 ming so'm. 15 ming so'm beryapti bularni. Xo'p, bu sal kichikroq variant ekan. Xo'p, bu aynilar ham narxi bir xil aka. 20 ming so'm galopka narxlari. Xo'p, antyurum gullari bor ekan. Antyurum nech puldan aka? 100 tushday bo'ladi buni. Xo'p, gerandi qalamchaligi. Qalamchadan chiqqani unchalagan holatda. Rangi qanaqa aka buni? Rangi qizil, pushti, arabichka. Peshana aka bu yog'i. Ha, urug'dan chiqqan varianti ham bor. Buni narxi nech pul aka? 8 ming so'm. 8 ming so'mga varianti. Xo'p, osma gullarimiz ham bor. Xo'p, chiroyli. Har xil tuyalarda. Nech pul aka osma gul? Osmalarimizni 15 ming so'm beryapmiz. 15 ming so'mdan shu holatda bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. 20 ming so'm, 18 ming so'm. Umada Difinbahiya gullari ham bor ekan. Sifat film. Ular Mesni shekliga aka o'zimizni. Nech pul aka bu? 50 ming so'mdan. Sifatlar-chi aka? 40 ming so'm. Bu o'zimizning Mesnida. Shu O'zbekistonda ochilgan. Imperator gullarimizdan ham bor. Imperator nech pul aka? Bu ham Mesni 15 ming so'mdan. Giyasin gulimiz bor. Hidrasa xushbo'y. Nech pul dedingiz aka buni? 25 ming so'mdan ekan. Kelishtirib qilib berishar ekan. Bu yerga yana xuddi o'sha gullarimiz, sikas palmalarimiz bor 100 ming so'mdan. 100 mingmi aka? Bo'ldi aka. Kerak bo'lsa Nosirjon akamiz, agar pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Agar aloqaga chiqinglar kelmasa, Jahon bozorini, gul bozori oxirrog'ida Nosirjon akamiz.